Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. 30 avgust sanasi bilan bog'liq cashback, pensiya va kommunal to'lovlar bo'yicha o'tkazib yuborish mumkin bo'lmagan ishlar bor. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki ish haqi oladiganlar, tadbirkorlar, uy egalar, ijarada yashaydiganlar, farzandlari uchun to'lov qiladigan ota-onalar va plastik karta orqali xarid qiladigan deyarli hamma uchun kerak. Agar siz keyin ko'raman, hali vaqt bor, mening ishim yo'q deb o'ylasangiz, aynan shunday paytda odamlar cashbackdan qolib ketadi. Pensiya to'lovida kechikish bo'ladi yoki kommunal qarz birdan ko'payib chiqqandek ko'rinadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odamlar tushunadigan tilda pulingiz, huquqingiz va majburiy to'lovlaringiz bo'yicha aniq maslahatlar beraman. Avval ko'pchilik moliyaviy ishlarini oy oxirida bir marta tekshirardi. Masalan, kommunalga qarz bormi, pensiya tushdimi, bank kartasiga cashback qaytdimi, soliq ilovasida chek ro'yxatdan o'tdimi? Bularning hammasi odamning yodiga ko'pincha oyning oxirida tushardi. Lekin hozir tizimlar ko'proq raqamlashtirilgan. Har bir chek, har bir to'lov, har bir karta operatsiyasi va hatto kommunal hisoblagich ko'rsatkichlari ham alohida nazorat qilinadi. Ilgari siz do'kondan xarid qilib, chekni olib qo'ymasangiz ham ko'p narsa yo'qotmagandek tuyulardi. Hozir esa xarid cheki orqali cashback, ayrim aksiyalar yoki soliq tizimidagi qaytarimlar bo'lishi mumkin. Ilgari pensiya uchun faqat bank yoki pochta kelishini kutish odatiy edi. Hozir esa pensiya kartaga tushadimi, naqd beriladimi, qayta hisob kitob bo'ladimi, hujjat yetishmayaptimi? Bularni oldindan tekshirish kerak. Ilgari kommunal to'lovlarda keyingi oy to'layman degan odat ko'p edi. Hozir ayrim xizmatlarda qarzdorlik ko'payganda penga ogohlantirish, cheklov yoki qayta ulash xarajatlari paydo bo'lishi mumkin. 30 avgust atrofidagi muhimlik shundaki, bu sana ko'pchilik uchun oy yakuniga yaqin chegara vazifasini bajaradi. O'quv yili boshlanishi oldidan oilalarda xarajat oshadi. Bank kartalaridagi aylanma ko'payadi. Kommunal to'lovlarni to'g'rilash kerak bo'ladi. Pensionerlar esa navbatdagi to'lov, qayta hisob kitob yoki bank kartasi bilan bog'liq masalalarni oldindan hal qilish kerak bo'ladi. Men bu sanani shunchaki kalendardagi kun sifatida emas, balki moliyaviy tekshiruv kuni sifatida ko'rishni maslahat beraman. Birinchi masala cashback. Cashback deganda ko'pchilik kartaga ozgina pul qaytadi deb tushunadi. Lekin amalda cashback bir nechta manbadan bo'lishi mumkin. Bank kartasi cashbacki, to'lov ilovasi cashbacki, do'kon aksiyasi, soliq cheki orqali qaytarim, hamkorlik dasturi yoki ma'lum toifadagi tovarlar uchun alohida bonus. Eng katta xato shundaki, odamlar bularni bir-biridan ajratmaydi. Masalan, siz 20 million so'mlik maishiy texnika xarid qildingiz. Bank ilovasi 1% cashback va'da qilgan bo'lsa, bu 10 million so'm degani. Agar do'konning o'z aksiyasi bo'lsa, yana masalan 20 million so'm bonus tushishi mumkin. Agar chekni belgilangan ilovada ro'yxatdan o'tkazish kerak bo'lsa, siz chekni tashlab yuborsangiz shu imkoniyatdan ayrilasiz. Bu yerda gap 2000 yoki 5000 so'm haqida emas. Oilaviy xarajatlar bir oyda 5 million so'mga chiqsa, 1%lik cashbackning o'zi qartama-demak 1000 so'm bo'ladi. Bir yilga hisoblasak bu 506 ming so'm. Bu pulni oddiy odam ko'chadan topmaydi. Kimlar cashback bo'yicha albatta xavotir olishi kerak. Birinchidan, supermarket, dorixona, yoqilg'i quyish shoxobchasi va bozor yonidagi do'konlarda tez-tez xarid qiladiganlar. Ikkinchidan, maktab mavsumi oldidan forma, daftar, sumka, oyoq kiyim, telefon yoki notebook olayotgan ota-onalar. Uchinchidan, kommunal, internet, mobil aloqa va kredit to'lovlarini ilova orqali qiladiganlar. To'rtinchidan, bir nechta kartadan foydalanadiganlar. Chunki qaysi karta, qaysi toifaga cashback berishini ko'pincha adashtirib yuborishadi. Endi oddiy misol. Farhod aka 30 avgustgacha bolalarining maktab xarajatlari uchun 2300 ming so'm sarfladi. U pulni naqd berdi, chek olmadi, karta ishlatmadi. Natija, hech qanday cashback yo'q. Xaridni isbotlovchi hujjat yo'q. Tovar sifatsiz chiqsa qaytarishda ham muammo bo'lishi mumkin. Xuddi shu xaridni Nilufar opa bank kartasi orqali qildi. Chekni oldi, ilovada tekshirdi, do'kon aksiyasidan foydalandi. Agar umumiy cashback 2% bo'lsa, 16 ming so'm qaytadi. Bundan tashqari tovar kafolati bo'yicha muammo chiqsa, to'lov tarixini ko'rsatadi. Ko'ryapsizmi, masala faqat cashback emas, huquqiy himoya ham. Yana bir misol, Ravshan ismli tomoshabin har oy 800 ming so'm atrofida oziq-ovqat xarid qiladi. U qaysi kartada
oziq-ovqat uchun 3% cashback borligini bilmaydi va pulni tasodifiy kartadan to'laydi. Oyiga 24 ming so'm, yiliga 2 ming takmin so'm yo'qotadi. Agar oilada yo'qilg'i xarajati ham bo'lsa, dorixona xarajati ham bo'lsa, to'g'ri karta tanlash orqali yiliga 700 ming so'mgacha tejash mumkin. Bu fantastika emas, bu faqat intizom va tekshiruv. Lekin cashbackda bitta muhim jihat bor. Har doim shartlarni o'qing. Ba'zi banklar cashbackni faqat ma'lum kunlarda beradi. Ba'zilari oyiga maksimal limit qo'yadi. Masalan, 2 ming yoki 100 ming so'mdan ortiq bermasligi mumkin. Ba'zi to'lovlarda cashback umuman bo'lmaydi. Kartadan kartaga o'tkazma, kredit yopish, soliq yoki ayrim davlat to'lovlari. Ba'zi do'konlarda terminal kodi noto'g'ri turadi. Masalan, siz dorixonada xarid qildim deb o'ylaysiz, bank tizimida esa u boshqa xizmat sifatida ko'rinadi. Natijada cashback tushmaydi. Shuning uchun men avgustgacha yoki aynan shu sanada bank ilovangizni ochib, cashback tarixi, kutilayotgan bonuslar, bekor qilingan operatsiyalar, qaytarilgan tovarlar va aksiyalar bo'limini tekshirishni maslahat beraman. Agar cashback tushmagan bo'lsa, avval shartlarni ko'ring, keyin chek va to'lov kvitansiyasini tayyorlab bankka murojaat qiling. Oddiy nega pul tushmadi deyish yetarli emas. Aniq yozing: sana, summa, do'kon nomi, terminal orqali to'lov qilingan karta raqami, oxirgi daftar raqami, va'da qilingan cashback foizi. Ikkinchi muhim masala pensiya. Pensiya masalasi yoshlar uchun ham begona emas. Chunki ko'p oilalarda ota-ona yoki bobo-buvining pensiyasi oilaviy byudjetning muhim qismi. Pensiya o'z vaqtida tushmasa, doriga pul, kommunalga pul, oziq-ovqatga pul kechikadi. Shuning uchun men har doim pensiya bo'yicha kutib o'tirmang, oldindan tekshiring deyman. Pensiya bo'yicha 3 ta asosiy holat bor. Birinchisi, pensiya odatdagidek kartaga tushadi. Ikkinchisi, pensiya naqd shaklda yetkaziladi yoki olinadi. Uchinchisi, pensiya qayta hisob-kitob, hujjat yangilash, bank kartasi almashinuv yoki ma'lumotdagi xatolik sabab kechikishi mumkin. Aynan 3-holat ko'pchilikni qiynaydi. Masalan, Halima opa pensiyasini har oy kartasiga oladi. Bank kartasining muddat tugagan, lekin u bunga e'tibor bermagan. Pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin karta ishlamas, pulni yechishda muammo chiqadi. U bankka borganida navbat ko'p bo'ladi. Bayram yoki dam olish kunlari yaqinlashsa, vaqt yanada cho'ziladi. Agar Halima opa 30 avgustdan oldin kartasining amal qilish muddatini ko'rib, kerak bo'lsa yangilatganda muammo bo'lmas edi. Yana bir misol. Sobir ota yashash manzilini o'zgartirgan, lekin tegishli tashkilotlarga ma'lumotni vaqtida yangilatmagan. Pensiya to'lovi bilan bog'liq xabarnomalar eski manzilga borishi yoki tizimda nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Keyin odam nega pensiyam kechikyapti deb yuradi. Aslida sabab oddiy. Pasport ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami yoki bank rekviziti eskirgan. Pensiya oluvchilar nimalarni tekshirish kerak? Birinchi navbatda bank kartasi ishlayaptimi? PIN kod esdan chiqmaganmi? Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma yo'qolganmi? Ikkinchidan, pensiya tayinlangan tashkilotdagi shaxsiy ma'lumotlar to'g'rimi? Uchinchidan, agar pensiya miqdori o'zgargan bo'lsa, sababini so'rash kerak. Indeksatsiya bo'ldimi? Ushlab qolish bormi? Qarzdorlik yoki boshqa ijro hujjati mavjudmi? To'rtinchidan, agar pensiya oluvchi chetga ketgan, uzoq muddat davolanishda bo'lgan yoki hujjatlarni almashtirgan bo'lsa, bu holatlar to'lovga ta'sir qilmasligi uchun oldindan maslahat olish kerak. Kimlar pensiya bo'yicha ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak? Yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar, bank kartasi muddati tugayotganlar, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Chunki ularda ayrim tibbiy yoki ma'muriy hujjatlar bilan bog'liq muddatlar bo'lishi mumkin. Yolg'iz yashaydigan pensionerlar, chunki ular ko'pincha xabarnomalarni ko'rmay qoladi. Farzandlari boshqa shaharda yashaydigan keksalar, chunki ularga amaliy yordam vaqtida yetib bormaydi. Bu yerda farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensiya oladigan bo'lsa, o'zlari biladi deb qo'ymang. Telefon qilib so'rang. Karta ishlayaptimi? Pul tushdimi? Bankomatdan yechishda muammo bo'lmadimi? Kimdir qo'ng'iroq qilib karta ma'lumotini so'ramadimi? Chunki firibgarlar aynan keksalarni nishonga oladi. Pensiyangizni oshirib beramiz, cashback tushirib beramiz, kommunal qarzingizni yopamiz deb karta raqami, SMS kod, PIN kod so'rashi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kodini aytmang, bank xodimi PIN kodini so'ramaydi. 3-masala kommunal, gaz, elektr, suv, issiqlik chiqindi, internet va boshqa xizmatlar. Odamlar ko'pincha kommunalni faqat qarz chiqqanda eslaydi. Lekin kommunal tizimda
eng katta muammo qarzning o'zi emas, noto'g'ri hisob-kitob, vaqtida kiritilmagan ko'rsatkich va tekshirilmagan kvitansiya. Masalan, siz elektr hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida bermadingiz. Tizim o'rtacha sarf bo'yicha hisoblab qo'yishi mumkin. Keyin siz men buncha ishlatmaganman deysiz. Balki haqiqatan ham ishlatmagandirsiz, lekin ko'rsatkich vaqtida kiritilmagani uchun vaqtinchalik noto'g'ri summa chiqadi. Buni tuzatish mumkin, lekin vaqt asab hujjat talab qiladi. Yana bir misol. Bir oila yozda uyda kam yashadi. Chunki qishloqqa ketdi. Elektr sarfi ham bo'lishi kerak edi. Lekin hisoblagich ko'rsatkichi oldingi oyda xato kiritilgan. Natijada yangi oyda katta farq paydo bo'lgan. Agar ular 3 avgustgacha shaxsiy kabinet yoki kommunal ilova orqali ko'rsatkichni tekshirsa, xatoni erta ko'radi. Agar buni 2-3 oy o'tkazib yuborsa, keyin qaysi oyda xato bo'lganini isbotlash qiyinlashadi. Kommunal bo'yicha kimlar albatta tekshirish kerak? Birinchidan, hisoblagichi eski bo'lgan xonadonlar. Ikkinchidan, ijaraga uy beradiganlar va ijarada yashaydiganlar. Uchinchidan, yozda uyda kam bo'lganlar yoki aksincha konditsioner sabab elektr ko'p ishlatganlar. To'rtinchidan, yangi uyga ko'chganlar. Chunki eski egadan qolgan qarz, shartnoma nomi va hisob raqami masalalari bo'lishi mumkin. Beshinchidan, oilada pensioner yoki nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lsa, imtiyozlar, kompensatsiyalar yoki alohida to'lov tartibi mavjudligini tekshirish kerak. Rag'am bilan misol qilaman. Odatda oyiga 1000 kilovolt elektr ishlatadigan xonadon yozda konditsioner sabab 300 kilovolt ishlatishi mumkin. Agar 2 kilovolt narxi shartli ravishda 4000 so'm deb olsak, 1000 kilovolt uchun 4000 so'm, 300 kilovolt uchun 5000 so'm chiqadi. Farq daim 1000 so'm. Odam nega qarz oshib ketdi deb o'ylaydi. Aslida sarf oshgan. Lekin boshqa holatda ko'rsatkich xato kiritilgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun fakt bilan tekshirish kerak. Hisoblagichdagi real raqam, ilovadagi raqam, oxirgi to'lov sanasi, kvitansiya va shaxsiy hisob raqami. Suv bo'yicha ham shunday. Agar hisoblagich ishlamasa yoki plombasi bilan muammo bo'lsa, normativ bo'yicha hisoblash boshlanishi mumkin. Bu esa ko'pincha real sarfdan ko'proq chiqadi. Gazda esa xavfsizlik masalasi ham bor. Faqat qarz emas, hisoblagichning holati, plombasi, tekshiruv muddati, gaz jihozlarining sozligi ham muhim. Kommunalni faqat pul deb ko'rmang. Bu uy xavfsizligi va huquqiy majburiyat masalasi. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq menga SMS kelmadi, demak muammo yo'q deb o'ylash. SMS kelmasligi qarz yo'q degani emas. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lishi, xabarnoma xizmati o'chgan bo'lishi, ilovada bildirishnoma bloklangan bo'lishi mumkin. Har doim faqat SMS ga tayanmang. Rasmiy ilova yoki shaxsiy kabinetdan tekshiring. Ikkinchi tuzoq cashback albatta tushadi deb ishonish. Cashback shartli mukofot. Agar aksiya muddati tugagan bo'lsa, karta turi mos bo'lmasa, minimal summa talabiga yetmagan bo'lsangiz, to'lov noto'g'ri kategoriya bo'yicha o'tgan bo'lsa, pul tushmasligi mumkin. Shu sabab katta xariddan oldin 2 daqiqa vaqt ajratib, bank ilovasidagi shartlarni o'qing. Masalan, faqat hamkor do'konlarda, faqat QR orqali, faqat juma kuni, oylik limit 5000 so'm degan bandlar bo'lishi mumkin. Uchinchi tuzoq pensiya kartasini farzand yoki boshqa odam to'liq nazorat qilishi. Albatta farzand yordam berishi yaxshi. Lekin karta egasi nima bo'layotganini bilish kerak. Ba'zan pensionerning kartasidan avtomatik to'lovlar, qarz yechimlari yoki keraksiz xizmatlar ulanib qoladi. Har oy kamida bir marta karta ko'chirmasini ko'rish kerak. Qayerdan pul tushdi, qayerga ketdi, qancha komissiya olindi. 4-tuzoq kommunal to'lovni boshqa hisob raqamga o'tkazish. Bu ayniqsa uy sotib olinganda yoki ijarada ko'p uchraydi. Siz pul to'ladingiz, chek bor, lekin u sizning xonadoningiz hisobiga tushmagan. Keyin xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sizda qarz bor deydi. Siz esa men to'laganman deysiz. To'lov chekingizda shaxsiy hisob raqami, manzil va xizmat turi to'g'ri yozilganini tekshirmasangiz, muammo chiqadi. 5-jihat dam olish kunlari va bayram oldi kechikishlari. Agar 3 avgust atrofida banklar, tashkilotlar yoki xizmat ko'rsatish markazlarida ish tartibi o'zgarsa, oxirgi kunga qoldirilgan ish cho'zilishi mumkin. Ayniqsa karta almashtirish, hujjat topshirish, qarzdorlik bo'yicha dalolatnoma olish, hisoblagich xatosini tuzatish kabi ishlar bir kunda bitmasligi mumkin. Shuning uchun men doim oxirgi kun emas, oldingi kun harakat qiling deyman. 6-jihat firibgarlik. 3 avgust kabi muhim sanlar atrofida odamlar shoshadi. Firibgarlar ham aynan shoshilgan odamni ushlaydi. Bugun oxirgi kun, cashbackni olish uchun kodni ayting.
Pensiyangiz bo'lak bo'lmasligi uchun karta raqamini yuboring. Kommunal qarzingizni arzon yopib beramiz degan gaplarga ishonmang. Rasmiy bank, rasmiy kommunal tashkilot yoki davlat xizmati sizdan SMS kod, PIN kod, karta parolini so'ramaydi. Havolaga bosishdan oldin domen nomini tekshiring. Begona botlarga pasport nusxasini yubormang. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, bugunoq telefoningizdagi bank ilovalarini oching. Har bir kartani alohida ko'ring. Cashback bo'limi, bonuslar bo'limi, aksiya shartlari va oxirgi operatsiyalarni tekshiring. Agar katta xarid qilmoqchi bo'lsangiz, qaysi karta bilan to'lash foydaliroq ekanini oldindan aniqlang. Xariddan keyin chekni saqlang. Agar elektron chek bo'lsa, screenshot qiling yoki PDF qilib saqlab qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya oladigan yaqinlaringiz bilan gaplashing. Ulardan 3 ta narsani so'rang. Pensiya tushdimi? Karta ishlayaptimi? Bankdan yoki notanish odamdan g'alati qo'ng'iroq bo'ldimi? Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, bankka borish uchun hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, eski karta, telefon raqami. Agar pensiya miqdori tushunarsiz kamaygan bo'lsa, bankdan karta ko'chirmasini oling va pensiya bo'limiga murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanmay, yozma ariza qoldirishni o'rganing. 3-qadam, kommunal hisoblarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik va chiqindi bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni yozib qo'ying. Ilovada yoki rasmiy saytda qarzdorlikni ko'ring. Hisoblagichdagi real ko'rsatkichni suratga oling. Suratga sana ko'rinib turishi yaxshi. Bo'lmasa kamda telefon galereyasida sana saqlanadi. Agar ilovadagi ko'rsatkich real hisoblagichdan keskin farq qilsa, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. 4-qadam. Barcha to'lov cheklarini bitta joyga yig'ing. Men odamlarga oddiy usulni maslahat beraman. Telefonda to'lovlar degan alohida papka oching. Ichida cashback, pensiya, kommunal, kredit, soliq kabi papkalar bo'lsin. Har bir chekni o'sha joyga saqlang. Agar ertaga muammo chiqsa, sizda dalil bo'ladi. Dalil bo'lsa, masalani hal qilish osonlashadi. Dalil bo'lmasa, men to'lagandim degan gap ko'p hollarda yetmaydi. 5-qadam. Murojaat yozishni to'g'ri qiling. Masalan, bankka yozsangiz, men 22 avgust kuni falon do'konda 750 ming so'mlik xarid qildim. To'lov falon karta orqali o'tdi. Aksiya shartiga ko'ra 2% cashback berilishi kerak edi, lekin hisoblanmadi. Iltimos, operatsiyani tekshirib, yozma javob bering deb yozing. Kommunalga yozsangiz, shaxsiy hisob raqamim falon, manzil falon, ilovada qarzdorlik tarada 20 ming so'm ko'rsatilgan, hisoblagichdagi real ko'rsatkich falon. Iltimos, qayta hisob kitob qilib bering deb aniq yozing. Pensiya bo'yicha esa pensiya to'lovi sanasi, miqdori va ushlab qolishlar bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. 6-qadam, qarz bo'lsa, uni yashirmang. Kommunalda qarz chiqqan bo'lsa, avval sababini tekshiring. Agar qarz haqiqiy bo'lsa, imkon qadar bo'lib to'lash yoki muddat so'rash masalasini aniqlang. Ayrim odamlar qarzni ko'rmaslikka harakat qiladi, lekin qarz yo'qolmaydi. Aksincha, vaqt o'tishi bilan ogohlantirish pensiya yoki xizmat cheklovi xavfi o'rtadi. 7-qadam, katta xarid va katta to'lovni oxirgi daqiqaga qoldirmang. Masalan, 30 avgust kuni kechqurun kommunal to'lov qilaman desangiz, ilova ishlamay qolishi, bank profilaktikasi bo'lishi, internet uzilishi yoki to'lov kech o'tishi mumkin. Ertasi kuni tizimda qarz sifatida ko'rinishi ehtimoli bor. Shuning uchun muhim to'lovlarni kamida 1-2 kun oldin bajaring. 8-qadam, oila ichida moliyaviy mas'ul odamni belgilang. Har bir uyda kimdir cashbackni, kimdir kommunalni, kimdir pensiyani tekshirish kerak. Bitta odam hammasini bilmasa, kamida ro'yxat bo'lsin. Qaysi karta qaysi to'lovga, qaysi hisob raqam qaysi xonadonga, qaysi pensiya kartasi qachon yangilanadi. Bular yozib qo'ysa muammo kamayadi. Xulosa shuki, 30 avgustni oddiy sana deb qaramang. Bu kun atrofida cashbacklaringizni tekshiring. Pensiya to'lovlari va karta holatini nazorat qiling. Kommunal qarz va hisoblagich ko'rsatkichlarini solishtiring. Pul yo'qotish ko'pincha katta xatodan emas, kichik e'tiborsizlikdan boshlanadi. Chekni saqlamaslik, kartani tekshirmaslik, hisob raqamini adashtirish, SMS kodga ishonib yuborish yoki oxirgi kunga qoldirish. Men sizga ekspert sifatida eng oddiy formulani aytaman. Avval tekshiring, keyin to'lang, keyin chekni saqlang. Muammo bo'lsa yozma murojaat qiling. Shu 4 qadam sizni cashbackdan qolib ketishdan, pensiya kechikishidan va kommunal qarz bo'yicha ortiqcha asabdan himoya qiladi. Sizda 30 avgust bo'yicha qanday holat bor? Cashback tushmay qolganmi? Pensiyada kechikish bo'lgan, kommunalda kutilmagan qarz chiqqanmi?
izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham sizning pulingiz, huquqingiz va kundalik to'lovlaringiz bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.